Bugun hammaylar qiziqadigan bir tema ustida paranglashimiz, ya'ni qanday qilganda ko'pincha vaqtlarda yoki sijil holda xo'shal qanoatchan holatni saqlay olamiz. O'ziga tortish kuchi qonuniyati bo'yicha aytganda qanday qilib yuqori chastotalik holatni saqlay olamiz. Yaxshimisizlar, men Lala. Aldı bilan meningcha birinchi nuqta shuki, odam faqat hayotli bo'ladi ekan, cho'qim ba'zi davolg'ishlarni, kayfiyatning egiz pastligini boshdan kechiradi. Xuddi ayning 15 tutuq, 15 yo'ruq degandek. Biz qilishga tegishlik birinchi ish mush atalmish nachar kayfiyatga haddidan ziyoda baho bermaslik va qarshi turmaslik. Uning bizga bermoqchi bo'lgan darsni qabul qilishni o'rganib olish. Shunga har qatim kayfiyatingizning tushkun bo'lib qolganligini his qilganingizda, meni o'zim ustida izlanishga undaydigan yana bir fursat kelibdi. Ya'ni o'zimning chastotasini yuqori ko'taradigan, o'sib yetilishim va o'zgarishimga fursat kelibdi deb o'ylasangiz bo'ladi. Shunga har qanday kishilik turmush ta'siroti bilan qarshilashmang ham uningga baho bermang. İkinci nuqta intayin muhim. Amaliyotda barliq zo'r va sijil o'zgarishlarning hammasi nuqul holda jafo mushaqqatga tayinibla qo'lga kelgan emas. Amaliyotda buningda odat yetildirish intayin muhim. Amaliyot hammamiz odat yetildirishning intayin muhimligini bilamiz. Bundaqcha aytganda, bir ish sizning odatingizga aylanganda, ya'ni tafakkur qilmasingizmi, nayt tabiiy qila oladigan ishga aylanganda, siz bir xil azoda, erkin holatga yetasiz. Bizning umid qildiganimiz qalbning mushu mashqlari. Xuddi siz tish cho'tkalab yuzingizni yuvganga o'xshash tabiiy, normal, oddiy. Ondan u haqiqiy turda sizning bir qismingizga aylanadi. Shunga bizning intildiganimiz hargizmi bir qatimliq ajr bilan mangu rohat ko'rish emas. Hargizmi darhol unumini ko'rish emas. Gerçi ba'zida darhol unumini ko'rishimiz mumkin bo'lsa-mu, lekin bizning haqiqiy intildiganimiz uzilmay davomlashadigan holat. Odat yetildirishda eng muhim narsa nima? O bo'lsa-mu bir ishni takrorlash, yuqori chastota bilan sijil takrorlash. Men buningdan keyin siz bilan davomli ham bahariladigan qalbning o'sib yetilishi to'g'risidagi mashqlarni bir xil mahorat deb qarasangiz bo'ladi. Siz qancha ko'p mashq qilsangiz, u shuncha tabiiy, shuncha ozoda bo'ladi. Ichki dunyoingizdagi bayoshatlik va xushallik tuyg'usini haqiqiy his qilmoqchi bo'lsangiz, cho'qim nayt saf va o'tkir qalb bilan yashashingiz kerak. Amaliyotda hayotda har vaqt tarbiyalanish va har vaqt o'zini yetildirish fursati bor. Muhim nuqta sizning uni ko'rolmasligingiz hamda har bir fursatni ching tutish tutolmasligingizda. Qalbning o'sib yetilishi cho'qim sizning ko'ngil bo'lishingizga, badal to'lashingizga muhtoj. Nurg'un vaqtlarda siz koni o'zingizni o'zgartmoqchi bo'lasiz. Yoshirin engiz va ilgirki aslimalaringizdagi hikoyalardan ayrilmoqchi bo'lasiz. U oson ish emas, lekin intayin oddiy ish. Zodi qanday qilamiz? Kelarki sanda davomli mushtimizni to'xtalamiz.